Kosmetolog bo'lish hammaga ham emas. Faqatgina boylar kosmetolog bo'lishi mumkin. Kosmetologiyani bitirgandan keyin kamida $10,000 bo'lmasa, kosmetolog bo'lib ish boshlay olmaydi degan ba'zi bir tuturuqsiz fikrlardan ilhomlangan holatda Signorina Lazi bir narsani isbotlash uchun yo'lga kirishdi. Ya'ni kurslariga 50% skidka e'lon qildi. Faqatgina bu narxlar oktyabr hamda noyabr oyidagi potoklarimizga amal qiladi. Ya'ni kosmetologiya 218,000 rubllik kursda 98,000 rublga. Permanentniy makiyaj 98,000lik kursda 50,000 rublga. 58,000lik kiprik kursini esa 28,000 rublga 50% ga likvidatsiyaga qo'yib yubordi. Anchadan buyon beauty sferaga kirib o'rganmoqchi bo'lgan hamda imkoniyati hech to'g'ri kelmay kurslarni aksiyaga tushishini xohlab yurgan do'konalaringizga, yaqin ishchilaringizga bu rilsimni jo'natib qo'ying. Chunki o'zgarish vaqti yetib keldi. Kursga yozilish uchun va joylarni band qilish uchun judalar shoshiling. Chunki joylar soni chegaralangan.